sog'indi. Qo'l ko'tarsinchi. Hammamiz sog'inibmiz, to'g'rimi? Unday bo'lsa sizlarni hozir maktab davriga qaytaraman. Bo'ladimi? Olib boraman hammangizni maktab davriga. Bo'ldimi, kelishdingmi? Unday bo'lsa bitta iltimosim bor oldindan. Hammamiz telefonni qo'yamiz. Agar iltimos iloji bo'lsa, telefonni qo'yingiz. Yoshlik davriga qaytamiz. Maktab davrini eslaymiz. Agar iloji bo'lsa, bir necha soniyalarga ko'zlarimizni yumsak. Yumamiz ko'zlarimizni. Men aytmagancha ochmaysizlar lekin ko'zlaringizni, xo'p? Jimlik saqlaymiz, ko'zlarimizni yumamiz. Qani boshladik. Chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas olib sekin chiqaramiz. Tasavvur qiling, siz maktabingiz eshigi oldida turibsiz. O'sha beg'ubor siz. Yelkasida hech qanday hayot tashvishi yo'q, hech qanday ortiqcha o'y-fikr yo'q. Beg'ubor siz. Yelkasida hech qanday tashvish yo'q. Shunchaki qo'ng'iroq chalinishini kutyapsiz. Oddiy, lekin juda baxtli, juda hayajonli paytlar, to'g'rimi? Qo'ng'iroq chalindi. Siz esa sinfdoshlaringiz bilan birga kulib, yugurib sinfga kiryapsiz. Tasavvur qilinglar. Partaga o'tirdingiz. Atrofingizda sinfdoshlaringiz kimdir kulmoqda, kimdir yonidagi bilan gaplashmoqda, kimdir esa sizni chaqiryapti. Eslayapsizmi o'sha damlarni? O'sha paytda biz bu kunlarni sog'inishimizni bilmasdik. Vaqt bunchalik tez o'tishini ham bilmasdik. Hayot hammamizni turli yo'llarga olib ketishini ham bilmasdik. Fikrlar o'zgardi. Yoshlarimiz o'zgardi, hatto yuzlarimiz ham o'zgardi. Ajinlar tushdi. Lekin ichimizda o'sha beg'ubor kunlar, o'sha sinf, o'sha kulgular hanuz saqlanib qolgan. Balki hozir kimnidir juda sog'ingandirsiz. Ba'zi insonlar bugun yonimizda yo'q. Ba'zilari esa faqat xotiramizda qoldi. Agar bugun qalbingizda sog'inch bo'lsa, agar ko'zingizga ozgina bo'lsa ham yosh kelgan bo'lsa, bu siz hali ham o'sha beg'ubor insonligingizni anglatadi. Endi asta ko'zlaringizni ochinglar. Sekin ko'zlaringizni ochamiz. Qarang. Yoningizda kimlar bor? Yoningizga qarang, atrofingizga qaranglar. O'sha sinfdoshlar yana birgasiz. Alloh sizlarni yana birlashtirdi. Mana shunday davrada va hali sizda yana bir imkon bor. Ularni qadrlashga, ularni yana bitta quchoqlashga imkonlaringiz bor bir-birlaringizni. Ular bilan yana bitta davrada kulishga imkonlaringiz bor. Chunki bugun oddiy kun emas. Bugun qalblar yana birlashgan kun, sinfdoshlar yana birlashgan kun. O'sha maktabni eslaydigan kun bugun. 45 yillik sinfdoshlar yubileyi muborak bo'lsin. Yig'latib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Esladingizlarmi maktab davrlarini? Rosa sog'ingan ekansizlar.